Keyin sessiya bo'yicha bitta moment. Bitta bola bor, 3-kurs bola. O'zi ham videoni ko'rib turgan bo'lsa kerak. Hozir primer keltiraman, muammosini, sessiya bo'yicha qanaqa muammoga uchrab qolganini. Birinchi, ikkinchi kursda yurgan kontrakt to'lab, bir kun bir bola qilib kontrakt to'lasam, diplomgacha boraman, fanlarim amalga yopaman deb o'ylagan. Keyin rus tilini bilmagani uchun fanlarni yopishni boshladi. Fanlarni yopishni boshlagandan keyin, уже yig'ilib ketgandan keyin, yaqinda отделение qilamiz degandan keyin muammo shunaqa bo'lib chiqdi, что ancha payt o'qishga yaxshi qatnashmagani uchun, domlalar bilan отношенияsi yo'qligi uchun u bola boryapti-da, prepodavatellar gapirgan gapini videoga, golosga yozib olib bizga olib kelyapti. Tushunyapsizlar, qanaqa prepodavatel kulish mumkin ustidan, что вот прям tushuntira olmayapti gapini, 3-kurs bola. Buni muammosi единственный tilda rus tilini bilmagani uchun, plus еще shu 2-3 yil davomida просто yuravergan, o'ziga o'zi fanlarni yopilib qoladi deb o'ylagan. Buni решениесі единственный rus tili kurs. Boshqa hech qanaqa решениесі yo'q. Agar tilni bilmasanglar, kursga qatnasanglar, osonroq именно darslar bo'yicha, prepodavatel bilan gaplashish bo'yicha взаимодействиеlarda o'zingizga osonroq yo'llarni o'rgatamiz. Imенно mana shu o'qishga kirgandan keyin, o'qishga kirishdan oldin va kirgandan keyin diplomgacha bo'lgan momentlarda tilni sal-pal ham o'rgatishga harakat qilamiz. Shundagina sizlar diplomgacha yetib borishga shansingiz bo'ladi. Agar tilni bilmasanglar. Farqi yo'q, biz hamga kelasizlarmi kursga, boshqasiga borasizlarmi, uni qizig'i yo'q. Globally tilni o'rganish kerak. Mana shunaqa muammoga kelib qolishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi kursda ogohlantirib qo'yaman. Shu 3-kursga borib, osmondan tushgan o'sha belniy varoni ajralib qolasiz hammadan. Nima qilishi, просто dальше qanaqa ketish bilmaydi bola.